Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar, tuymisizlar? Polshaga kelganimga 11 oy bo'pti. Ismim Abdusamad. O'zbekistonda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridanman. Bugun sizlar bilan shu 11 oylik ichida taassurotlarim, ya'ni internetdan, Instagramdan, Telegramdan juda ko'p savollar keladi. Ya'ni O'zbekistondan turib hali Polshaga kelmaganlar, battiy vaziyatni bilmaganlar, ya'ni turist viza, biznes viza olib kelmoqchi bo'lganlar, ID karta, battiy nelegallar. Xullas, bugun sizlar bilan prosta gaplar emas, faktlar bilan hozirgi kunda aktualniy savollarda sizlar bilan birgalikda javobini berishga harakat qilaman. Xo'p, videoda Yevropaga kelmoqchi bo'lgan, imенно Polshaga kelmoqchi bo'lganlarga, Yevropada yurgan akalarga jo'natib qo'ysalaring, juda foydali bo'ladi. Bir dona like qo'yib qo'ysalaring, bu videoda ko'proq odam ko'rishga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xullas, bir dona like qo'ygan bo'lsalaring, men bo'lmasa boshladim. Men 2025-yil 26-fevralda kelganman. Imенно Germaniyaga tushganman. Farg'onadan uchib Istanbulga, Istanbuldan Germaniya, Germaniyadan keyin meni mashinada Polshani hududiga olib kirishgan. Xo'p. Boshidan kelgan videolarim undan oldingi videolarda bor. Endi hozirgi holat haqida gaplashamiz. Ya'ni 9 oylik, 1 haftalik, 2 haftalik videolar haqida o'sha kanalimga kirib obuna bo'lsalaring, pastroqni ko'tarsalaring bor. Hatto nima vaziyat bo'lgan, hozirgi videoim bilan bemalol solishtirsalaring bo'ladi. Hamma videomda faktlar bilan, asoslar bilan keltirib berganman. Xo'p, 11 oyda hozirgi holatda juda ham aktual savollardan biri O'zbekistondan keladi, ya'ni Toshkentdan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Tojikistondan keladi, Moskvadan ham keladi. Xo'p, turist viza yoki biznes viza bilan borib nima qilaman? Xo'p, agarda sizda turist viza, imенно Ispaniyaniga ko'pchilik Ispaniya qilyapti, hozir biznesda ham ko'pchilik Ispaniya qilyapti. Turist viza Ispaniyaniga yo'qmasa biznes viza bo'ladigan bo'lsa, kelib hozirgi birinchi o'zbeklar qilayotgan ish to'g'ri Ispaniyaga borib, aktualniy vizasi borligi sabab borib kartaga topshirib olishyapti. Ya'ni Ispaniyani digital nomad degan kartasiga, ya'ni nima desam bo'ladi? Onlayn professiya berish uchun beriladigan, ular общий katta qilib ma'lumot bera olmayman, sababi bu haqda ma'lumotim yo'q, lekin qisqagina ma'lumotim bor. Lekin o'sha kartaga topshirishyapti. Bu kartaga qancha ketyapti? Yevroda endi boshida minimum insof qilgani ham 3,5 ming qo'yapti. Ya'ni 3,5 ming xizmat haqqimiz. Ya'ni pulni bo'lib bersiz bo'ladi u narsani. Borib shartnoma qilsangiz bo'ladi va sizga o'sha 4 yillik yoki 3 yillik kartani qilib berishadi. Xo'p, u kartani qilgandan keyin Polshaga kelib batta xohlaganimni qilaman deyotgan bo'lsalaring, adashayotgan bo'lasizlar. Sababi u karta batta hech qanaqangi rol o'ynamaydi. U Ispaniyaning kartasi faqatgina uyga borib kelgani, shu batdan deport bo'lib ketib qolmasligingiz uchun u karta batta Polsha hududida ishlash huquqini bermaydi. Misol, ishladingiz, sariq qog'ozingiz tugadi, ketdingiz O'zbekistonga, Polshadan uchmaydi ko'pchilik. Bunaqa kartasi bor akalar bor. Boshqa davlatlardan uchadi, misol Bolgariyadan uchadi, yo'qsa Slovakiyadan uchadi, imенно Polshaning ichidan uchmaydi. Sababi Polshada pesel degan narsa bor. Pesel raqamingiz bitta teradigan bo'lsa, siz nima qilgansiz, kartingizda qancha pul aylangan, qayerda ishlagansiz, hamma yoqda ko'rsatib beradi. O'shaning uchun ko'pchilik mana shu yerda yurgan akalar, shunaqa kartasi bor akalar, ya'ni Ispaniyaning kartasi bor akalar faqat uyga borib kelgani uchun kerak bo'ladi, desvet qiladi xolos u karta. Agar u kartani ham nalogini to'lamasangiz, misol oylik nalog eshitishim bo'yicha 60-70 yevrodan to 100-150 yevrogacha to'lanishi kerak. Ya'ni oborotingizga qarab turib chiqarib beradi. Endi uni o'sha eng nima deydi, ozi o'sha Ispaniyaning karta 60-70 yevroda eshitdim men. Endi undan qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin bu karta sizga Polsha hududiga kirib xohlagan ishingizni qilasiz degani emas. Shunaqa vaqtida nalogini to'lab yurasiz, lekin xohlagan payt O'zbekistonga borib, kelib yursiz bo'ladi. Xo'p, turist viza bilan kelib shuni ish qilishyapti. Agar bu ishga pulim yo'q deydigan bo'lsalaring, sizlardan nima kutib turibdi? Ispaniyaga borasizlar, Ispaniyadan misol qatta vizasi bo'lsa qo'lingizda, misol primoy Polshaga kelsangiz, Polshadagilar ham o'zi bilishadi. Misol Polshada Latviyaning vizasi bilan kelib Polshadan keladigan bo'lsa, shunaqa holat bo'ldi. Даже работодатель yashaydigan uyingizgacha hamma yo'qni so'rayapti. Misol, kim kutib oladi seni, qayerda ishlaysan, qaysi rayonda ishlaysan, qana borasan, shunaqa savollarni beradi. Agar javob bera olmasiz yoki sizni ishga olayotgan odam telefon qilmasa, telefonda misol telefon nomerini siyasi qilib qo'ymasangiz,
vizasiga anul qilib turib, pechat urib turib orqaga qaytarib yuboryapti. Shunaqa odamlarni ham ko'pini ko'rdim. Imенно Latviyadan Polshaga kelib turib, Polshani o'zidan Polsha vizasi bo'lib turib Gollandiyaga o'tgan, Gollandiyada atmay qo'ygan vizasini. Shu работодатель ish beruvchi aloqaga chiqmaganligi uchun. Shuning uchun nima deydi? Imенно agar vizas bo'lsa, рабочий bo'ladigan bo'lsa, работодатель bilan aloqada turib, yo bo'lmasa kim kutib oladigan bo'lsa, o'sha приглашение kelgan joyda admin yo bo'lmasa operatori bilan связьda yo bo'lmasa nomerini olib, o'sha pograllar so'raganda berishga tayyor qilib qo'yishlaringni so'ragan bo'lardim. Sababi ko'pchilik admin bo'lib ketyapti viza shuni orqasidan. Xo'p, turist viza bilan keldingiz, bitta sariq qog'oz degan narsasi bor, ya'ni karta pobitaga topshiriladigan vnosnik qog'oz. Ya'ni maxsus vnosnik qog'oz 6-7 varaqli bo'ladi. Uni to'ldirasiz, pochtadan jo'natib yuborsangiz, sizga sariq qog'oz o'sha dokumentingiz qabul qilindi karta pobitaga degan, xullas sariq qog'oz beradi. U pochtani подтвержденияsi, ya'ni tasdiqlaydi. O'sha qog'oz bilan bemalol o'sha qog'ozda dela nomeringiz bo'ladi, bemalol yursangiz bo'ladi. Ya'ni misol gailar, belgilar to'xtatganda bu karta pobitasini kutyapti degan qog'oz u. Bu sariq qog'oz haqida agar to'liq ma'lumot olsangiz, описаниеda birinchi zakirpit qilib qo'yaman. Shu sariq qog'oz haqida 6-7 minutlik adashmayotgan bo'lsam, shunaqa videoyim bor. Bemalol ko'rib, полный informatsiyaga ega bo'lsangiz ham bo'ladi. Xo'p, sariq qog'oz olib turib, shu 1-2 yil cho'zib yursangiz bo'ladi Polshaning o'zida. Bemalol ishingizni bitirib yursangiz bo'ladi. Xo'p, Polshaga kelgandan keyin o'sha turist viza bo'ladi. Nima ishlaysiz? Eng aktual savollardan biri hozirda aktualniy o'sha bidronka bor, bitta o'zimizda misol Korzinka hisob qilaylik. Toshkentda Korzinkaga o'xshagan magazin bor, yo'nsa Moskvada Piterchkaga o'xshagan magazinlar bor. Shularning magazinlarda skladida ishi bo'ladi. Shu skladlarga kirishlari mumkin. Oliyli, agar pravez bo'lmasa. Agarda pravez bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda ko'pchilik pravasini almashtiradi, chiqib ketadi. Dastavkaga yo bo'lmasa taksiga ilojini qilib chiqishadi. Ya'ni pravasini almashtiradi. Bu haqda ham o'tgan videolarni gapirib o'tganman. Shu agar qo'lingizda pravez bo'ladigan bo'lsa, maksimum o'sha dastavkada yo bo'lmasa taksida akkaunt olib turib ishlab chiqib ketsangiz bo'ladi. Misol, taksi temasiga ham shu o'tib ketalamanmi deyotgan akalar ko'p. Agar pul bilan keladigan bo'lsangiz, mashina olasiz, pravezni zamin qildirasiz va bu proseslarga ham 2-3 oyda minus plus vaqti ketib qoladi. Ya'ni pravezni almashtirib to bu chiqquningizgacha, u vaqtgacha nima ish qilishingiz mumkin? Agar pravez o'zbekistonlik prava bilan arendaga mashina olib, bemalol dastavkada ishlasangiz bo'ladi. Yo'qmasa kebabxonalarda dastavkasi bor, sushilarga bor, ukrainlar juda ko'p batda. O'zimizda akalarimiz kebabxona ochishgan. Shularda shunga o'xshagan tochkalarga kirib olsalar ham bo'ladi. Yo'qmasa o'zbek kuxnyalar bor, agar povr bo'ladigan bo'lsangiz, shunaqa joylarga misol Instagramdan nomerlari bor, yozib telefon qilib, birov sizni olib gaplashtirib qo'yish shart emas. Misol o'zbekchilik любой joyga borib turib, ish so'rab ishga kirib ketsangiz bo'ladi. Agar pravez yo'q bo'ladigan bo'lsa, mashinani olasiz, shu bilan chiqib ketdingiz, ishingizni qilib yuraverasiz. Pesel degan narsa bor, o'sha pesel kelganlardan keyin birinchi o'rinda sizlarga pesel kerak bo'ladi. Peseldan keyin peselda ujont olinadi. Buning uchun pesel olingandan keyin sizlarga bank shot kerak bo'ladi. Xo'p, bank shotda qayerdan olinadi? Ko'proq men yangi kelayotganlarga Santander bankda tavsiya qilaman. Bu hech qanaqangi reklama emas, lekin imенно shu bank orqali kirib turib, hech qanaqangi umovasiz, hech qanaqangi ish ishlayapti, zaложникsiz olsangiz bo'ladi. Ya'ni boshqa banklarda men o'zimdan shunaqa qiyinchilik bo'lgan. Boshqa banklarga kirganimda mendan ishchi bilan shartnoma so'ragan. Menda unaqa narsa bo'lmadi. Endi undan keyingi yangi kelgan akalarda unaqa narsa bo'lmadi, lekin ular bilan kirganimda ham xuddi shu narsani aytishgan. Olib ketsalar ham bo'ladi. Misol kirasizlar, yashash manzillaringizni berasizlar, o'sha manzilga kartani yetkazib berishadi. Ungacha qo'lingizda applikatsiyaning prilojeniyasi bor, bemalol ishlatib yursalar ham bo'ladi. Xo'p, shu narsalar kutib turibdi. Qanaqa viza bilan kelishingizdan qat'iy nazar kelasiz, pesel olasiz, peseldan keyin bank karta ochasiz, bank kartadan keyin ishlarni ko'rasiz. Ya'ni hozir hostellar bir kuniga 60 zlot, 50 zlotdan, ya'ni bu so'mga metga chiqarib qo'yaman qancha bo'lishini. Agar kvartira topaman desangiz, 300 dollardan sharoitingizga qarab turib olinaveradi. Ya'ni misol biz turadigan kvartirada o'sha 300 dollardan pul beriladi. 3 kishi 2 xonali kvartirada turamiz. Endi har kim sharoiti har xil, 200 dollarga ham
150 dollarga ham joylar topsa bo'ladi, lekin u joylar nima deydi, havas qiladigan joylar emas. Shuning uchun shu summalarni olib, sariq qog'ozga topshirib, PESEL olib, bank kartani ochish, siz hamma yoqqa tayyorsiz. Agar qo'lingizda pravo bo'ladigan bo'lsa, описаниеda Telegram qoldiraman, bemalol o'tsalang, taksi akalarda bir 800 dan ortiq taksi akalarimiz yig'ilgan, o'tib obuna bo'lib qo'ysalar, o'sha yerdan ham ancha-muncha ishlaring bitsa bo'ladi. Xo'p, mashinani olasizlar, shu bilan akkaunt ochib, to'g'ri chiqib ketasizlar dastavkaga. Shu kelib sirazi bir kunda hamma yoqda qo'ysalar ham bo'ladi. Bank karta ochish, PESEL ochish, birinchi o'rinda PESEL ochasizlar, keyin bank karta, mashina arenda, shu bilan ishda boshlab yuborsalar ham bo'ladi. Akkaunt tayyor bo'lishi kerak, yo bo'lmasa u kundan chetda yurgan odamlardan ham akkauntda Telegram gruppamdan ham olsangiz bo'ladi. Telegram gruppaga akalar akkaunt kerak deb yozsalaring, chiroyli narxlarda arendaga ham qilib berishadi. Bu narsaning ham arendasi bor. Endi o'zingizni karta akkauntingiz 2-3 kunlar ichida ochiladi. 2-3 kun ichida bemalol siz 250-300 dollarga yaqin pul ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Shu narsalar kutyapti. Agarda qo'lingizda pravo bo'ladigan bo'lsa, agarda qo'lingizda hunaringiz bo'ladigan bo'lsa, qassobxonalar bor, qassob halol magazinlar ochishgan, qassob bo'ladigan bo'lsangiz, povur bo'ladigan bo'lsangiz, oshpaz bo'ladigan bo'lsangiz, qo'lingizdan yaxshi keladigan bo'lsa, batda hozir konkurent imенно o'zbekskiy kuxnyada, imенно Polshada juda katta. Bemalol kelib ishingizni topib ketsangiz bo'ladi. Natsionalniy, yevropeyskiy va natsionalniy, yevropeyskiy kuxnyalarda, sentrlarda bemalol borib, yo'lmasa Facebookdan qarab, OLXdan qarab turib, bemalol vakansiyalar topib, ruschada, ko'proq ruschada gaplashib, agar polak bo'ladigan bo'lsa, polakchani tushunadigan odam bilan gaplashtirib turib, borib ishlab, ishingizni ko'rsatsangiz bo'ladi. Любой kuxnyada bitta Ukrain, yo bo'lmasa bitta Ozarbayjon, ruskiy говорящий odam bo'ladi albatta. Imенно shu servis sohasida. O'zimiz o'zbek kuxnyalar aytishda esa, o'zi andijonlik, vohali, o'zimiz o'zbek akalar bemalol ishda gazini boshishyapti. O'shaning uchun agarda sizdan pul bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol ishingizni kelib qilsangiz bo'ladi. Undan keyingi masala. Hozirda Polshada oylik qancha? Ko'pchilik so'raydi, aka oylik qancha deydi. Shu 11 oy ichida ko'rgan narsalarim 1000 dollarda hisoblayman, 1300 ming jo'natayotgan ham bor uyga umuman jo'natmayotgan ham bor, lekin shuni odamlar bilaman, haftasiga 1000 dollardan uyga jo'natadi. Shuni odamlarni bilaman. Endi qaysi sohada, imенно taksi sohasida, dastavka sohasida, любой ishda boshida juda qiyin bo'ladi, lekin keyin yo'liga tushib ketganingizdan keyin, misol dastavkada ham shunaqa kuniga 100 dollardan tushirgan kunlari ham bo'lgan. Misol примерно 60-70 dollar bemalol rasxodingizdan tashqari topishingiz bo'ladi. Imенно dastavkada hozirgi kunda. Taksida bo'lsa bemalol 100 dollardan topishingiz bo'ladi. 12 soat, 10 soat rolda o'tirishingiz kerak. Lekin ko'pchilik blogerlar ham chiqadi, oyiga uncha ishlab bo'lmaydi, buncha ishlab bo'lmaydi. Lekin shunaqa ishlayotganlar bor, lekin hamma ham shunaqa ishlayolmaydi. Sababi u bolalar o'zi ham yaxshi tushunadi, o'zi ham shunaqa holatda ishlayolmaydi, gapirib chiqayotganlar. Lekin po faktu olinadigan bo'lsa, shunaqa shotlarni menga tirishadi, aka bu hafta bo'pti, men shuncha ishlabman deydi, barakasini bersin deb qo'yaman, yaxshi rezultatlar qilishadi. Lekin batta nima deydi, Rossiyada yurgan odam baqa kelib rolga o'tirib minadigan bo'lsa, batta umuman gay to'smaydi. Основной vokzalda, aeroportlarda red bo'lmasa, ko'chada juda kamdan-kam agar qoida buzmasangiz to'smaydi. Bemalol yurib ishlaringizni qilib yursangiz bo'laveradi. Imенно sklad sohasida 1300 dan 1500 dollargacha daromad qilishadi. Imенно o'zim ukalarim, ular qanaqa ishlashadi? 8 soat, 6 soatlik smena beradi batta. Soat bay olishadi va haftani shanba, yakshanba kunlari dam olishadi. Imенно 1300 dan 1500 gacha hisob qilaverasizlar. Agarda vaqtni hozir skladlar vradli ko'p vaqt berishi, odam ko'pligi hisobiga almashtirib 8 soat 6 soatdan vaqt beradi. O'sha vaqt ichida ishlab, qilib, o'sha chista oyligini olib turib, qolgan bo'sh vaqtida dastavkaga chiqib ishlayotganlar ham bor. Imенно mana shunaqa odamlarni bildim. Bu realniy summalar, ya'ni 1300 dollardan 1500 gacha skladda ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol orttirib jo'natasiz. Agar taksi yo'masa dastavkada ishlaydigan bo'lsalaring, foydalaning 2000-2000 yonverida bemalol jo'natsalaring bo'ladi. Ya'ni vaqtida dam olasizlar, vaqtida uxlaysizlar va vaqtida uyga ham pulni jo'natasizlar. Va o'zlaringizga vaqt bo'ladi. Endi bu odamni o'zini nima deydi? Rasxodlangan bog'liq. Jitcha ozgina shu o'zbek akalarimizdan, o'zbek kistonliklardan jitcha nima so'rab qolgan bo'lardim. Bir-birlarini podдержка qilinglar. Ma'ni bas, boshqa o'zbeklardi. Misol
bitta sklad bilan men shartnoma qildim, rekruter bo'lib, ya'ni ishchi yetkazib beraman dedim. Bayog'dan ya'ni imенно Facebookdan ish topib boradigan bo'lsangiz, o'sha ishlar magazindagilar 30 zlotdan. Ularga o'radigan bo'lsangiz 26 zlotdan pul to'lar ekan. Keyin men aytdim, men bunaqa qilib rekruterlik qilib odamlarni qiynagandan ko'ra men aqa o'rib ishga joylamaganim yaxshi dedim-da, shunday ishdan kechdim. Bo'lmasa har bitta odam olganimga oyma-oy zarplatasi o'sha qancha soat ishlagan bo'lsa, o'sha soatga qarab turib menga bonus qilib tashlab beraman degan joyi bor. Lekin shu narsani men qilmadim, sababi menga bu narsadan kelayotgan pul kerak emas. Ya'ni 26 zlot ba'dan borib o'sha firma orqali ishlaydi, lekin bu tarafdan o'zi odam обычный рабочий internetdan topib boradigan bo'lsa 30 zlotdan ishlaydi. 4 zlot minus plyus bo'lib ketyapti. Bu soatiga 4 zlot degani juda katta summa degani. Masalan 10 soat ishlaydigan bo'lsangiz 40 zlot bir kuningizga. 40 zlotdan 3-4 ta odam berib qo'yadigan bo'lsangiz, ko'p u pul juda ko'payib ketadi. O'shaning uchun nima deydi, ozgina vijdon bo'lsa, akalar kelayotgan mana shu yerda rekruterlik qilayotgan akalarda ham jicha ozgina misol bepul variantlarni ham ishxona topishda ham bemalol ko'rsatib qo'ysa, o'zimizda misol 100% dan hammani aql etmaydi, lekin 10, 15, 20, 30% odamni aql etib qolsa, o'ziga yarasha ishlarni topishadi. O'shaning uchun любой joyda eshikni taqillatishdan uyatmanglar. Именно O'zbekistondan kelib, men yerda ishlayman deyotganlar. O'zbek kuxnyalar bor, bitta bas, ikkita bas, bir nechtalar bor. Kebabxonalar bor. Bemalol kelib, aka ishga olasizmi? Shunaqa dokumentim bor deb bemalol gaplashib ishni boshlab ketsalar ham bo'ladi. Ular shunaqa akalar 11 oylik taassurotlarni sizlar bilan bo'lishdim. Nima deydi? Ozgina negativniy narsalar ham bo'lgan miyamda. Endi nima deydi? Borini sizlar bilan bo'lishdim. Как есть Polshani sizlarga tushuntirib berishga harakat qildim. O'shaning uchun turist vizami hamma любой viza bilan ham ketsangiz bo'ladi, lekin yurish vaqtingiz 1 yil, 1,5 yil, 2 yilgacha cho'zasiz va karta ola olmaysiz, baribir nilgal bo'lib qolib ketasiz. Lekin shu 2 yil ichida bemalol ishlab soqani qo'yganingizdan keyin boshqa davlatda ID kartasiga yo'l ochilib qoladi. Misol Xorvatiya bor, Xorvatiyada ham bemalol kartalarda оформить qilsa bo'ladi. Litvada ham bemalol просроченный vizangiz bilan venja olsangiz bo'ladi. Uni ham yo'llari bor. Ozgina rasxod qilib, uyga nelegal bo'lmasdan, deport bo'lmasdan ketishda ham iloji bor. Lekin o'sha sariq qog'ozda ishingiz yurgungacha Polshaning hududida bemalol shu dostavka, bidronka skladlari, taksida ham praviz almashtirib olib ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyaga qo'yib yozib ketinglar. Har bitta savollaringga o'rinli, yaxshi 15 ta savolga Instagramimdan hammasiga skrinni qo'yib javob berib o'tib ketaman. Sizlar bilan Abdusamad bo'ldi. Borimiz sizlar bilan ulashdim. Hammaga rahmat. Xudo xolasa 1 yillik, ya'ni Polsha kiyimiga 1 yil bo'ldi degan videoda keyingi videolarni kutib qolasizlar. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Ular borimiz sizlarga shuni to'kib sochdim. Ichimda gaplardi, hech qanaqangi ssenariy rejalarsiz. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.